Мешканцы виза Шаварта шоу Сеуда долларом дедундари. До 15 дней без визы. Правила зоны Шаварда Шагус. Endilikdə 15 gün biz viza bemalol girişim. Assalamu alaykum aziz dostlar, hurmatli vatandaşlar, bizəni uzaq yaxından kuzatib turgan obunachilar. Demak, agar siz Turkmanistondan bizəni kuzatib turgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib ketinglar, Turkmanistonda ne yangiliklar bo'lib turibdi. O'zbekiston Turkmaniston chegara savdo markazina yana bir marotaba tashrif buyurdik. Vatandaşlarımız ko'plab savollarni berib turibdi. Xudo xohlasa yangiliklarni sizlarga aynan mana shu kanallarımızdan yetkazib beramiz. Demak, bu yerdan ma'lumotlarni oldik. Qolaversa Turkmanistondagi ommaviy axborotlardan olib turgan ma'lumotlarimizga qaraganda, qolaversa blogerlar bilan ham yozishib, gaplashib turibmiz. Yaqin kunlarda Xudo xohlasa Turkmaniston taraf уже tayyor bo'lib qolibdi. Aytishlari bo'yicha 28-noyabr kunina uzoqi bir hafta 10 kunning ichida to'liq Turkmaniston taraf bozori ishga tushadi. Bu yerga kelib turib, endi siz bemalol savdolarni qilishingiz mumkin. Endi polностью Turkmaniston bilan O'zbekiston o'rta bozor rivoj olib ketgandan keyin albatta sizlarni berib turgan savollaringizni yerda qoldiramiz. Xudo xohlasa narx-navolarni ham ko'rsatamiz. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, o'zlarimiz shu yerdan narsalarni olib ketganimizda unchalik qimmat emas. Bozordan, ayrim joylardan ancha-muncha arzon ekanligini guvohi bo'ldik. Qolaversa do'stlar, Turkmaniston tarafdan ham yangiliklarni ko'rdik. Turkmaniston tarafida endilikda mana shu bozor hududimizga 15 kun, ya'ni siz xohlasangiz Turkmaniston tarafi yoki bo'lmasa Turkmaniston tarafidagilar O'zbekistonning bozor tarafina 15 kun bez viza bemalol girishi mumkin. Bu degani, demak, ko'chaga chiqib ketmaydi, faqatgina bozor territoriyasida ikki tarafdan o'zini gastnitsalari bor, o'zini demak mehmonxonasidan tashqari kafe, restoranlari bor. Bemalol qarindoshlaringiz bilan 15 kun shu yerda yashasangiz ham bo'ladi. Bu degani siz Turkmanistondan qarindoshingizni chaqirib turib 2 kun, 3 kun bemalol shu yerda bozor territoriyasida didorlarni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Zagran pasportingiz bilan ham bemalol ichkariga kirishingiz mumkin. Pasportingizga hech qanaqa pechat tushmaydi. Agar siz Turkmaniston bozor tarafini o'tchak bo'lsangiz, обязательно sizda Zagran pasport bo'lishi shart. Ayniqsa shu Buxoro tarafdan ham ko'p ko'rilib turibdi. Yaqin kunlarda hozir bu proyektimiz bizani shu yangiliklardan ko'rib turishimiz bo'yicha 30 yilga proyekt qilingan. Ana 30 yildan keyin yana продление, ya'ni cho'zilishi mumkin shu shartnoma. Qolaversa shu Buxoro va Turkmanistonning Lebob tumani bilan birgalikda shu chegara hududida yaqin kunlarda boshlanishi mumkin. Aynan shunday chegara bozori qurilish degan yangiliklar ham yo'q emas. Eng ishonchli yangiliklarni aynan bizani mana shu kanallarimizdan ko'rib borasizlar. Birdana like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Ena Xorazmni ko'chi. Ena. To'y bo'lib turibdi degan. To'ydan ham zo'r. Voy. Turkmenistan'da yolları. Hey yaşan. Ha.
Kurban bulay kalmadı yüzüne, şekerden mazalı şirin sözüne. Sonra desem basıp gider yüzüne, bin kıza vermez ben nazarım seni. Arşınların gül yüzünü sağlıdır, gül yanay kalbiler kimdi yağlıdır. Yol yürüsen gözlerime dağılır, damından çıkan tozlarım seni. Yol yürüsen gözlerime dağılır, damından çıkan tozlarım seni. Aklım aldı kara gözlerin seni. Ha, rahmet.